Muddatli harbiy xizmat o'g'lonlar uchun nafaqat burch, mas'uliyat va sharaf, balki bugungi kunda keng imkoniyat va imtiyoz davriga aylandi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan endilikda askarlar jangovar, jismoniy va ruhiy tayyorgarlik bilan bir qatorda kasb-hunar, xorijiy tillar bo'yicha maxsus sertifikat egasi bo'lishi, oliy ta'lim muassasalariga xizmat vaqtida imtihon topshirib kirishi mumkin. Muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan yoshlar uchun Mudofaa vazirligiga qarashli barcha harbiy qism va muassasalarda sport zallari, axborot texnologiyalari xonalari va kutubxonalar tashkil etilgan. Ularning ma'naviy salohiyatini yanada oshirish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun turli madaniy va intellektual tadbirlar muntazam o'tkazib kelinmoqda. Endilikda bitta askar bitta kasb tamoyili asosida o'g'lonlar muddatli harbiy xizmat davomida avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish chilangarlik ishlari, dehqonchilik, limonariya, chorvachilik, kompyuter, IT va dasturlash, buxgalteriya va tadbirkorlik kabi 7 ta yo'nalish bo'yicha 3 va 6 oylik muddatda kasbga o'rgatiladi. Joriy yilda harbiy qism va muassasalar 1 million nusxada badiiy adabiyotlar bilan ta'minlanishi, armiyada sportni rivojlantirish hamda raqamli makon xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlantirish izchil amalga oshirilmoqda. Shuningdek, 5 million dasturchi loyihasi orqali harbiy xizmatchilarga axborot texnologiyalari sohasini o'rganish imkoniyati yaratilgan. Ular dasturlash, veb dizayn, ma'lumotlar tahlili va boshqa zamonaviy raqamli ko'nikmalarni egallash orqali kelajakda yuqori daromadli sohalarda faoliyat yuritishi mumkin. O'z o'rnida o'g'lonlar ham buyuk ajdodlar an'analarining shonli davomchilar sifatida jangovar saflarda doimo shay va hushyor. Hozirgi kunda men va safdoshlarim muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askar sifatida bizga yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, ham vatanga xizmat qilmoqdamiz, ham hunar o'rganmoqdamiz. Bizga shunday sharoitlarni yaratib berayotgan Prezidentimizga, Mudofaa vazirligi rahbariyatiga, ustozlarimga va komandirlarimga chuqur minnatdorchilik bildiraman.